Agar Huawei bir necha yil avval Li-Xiang kompaniyasi bilan birgalikda mana shu avtomobilini chiqarganda, o'ylaymanki Li9, Li7 ga o'xshagan elektromobillarning bozori aniq singan bo'lardi. Lekin Huawei shoshilmadi, ular bozorni ko'rdi, raqobatchilarning xatolarini analiz qilib turib, bizga mana shunaqa ajoyib avtomobilni taqdim qildi. Tanishing, katta, qulay, aqlli va tezlanishi sport karlarnikidek bo'lgan Huawei Aito M9. Mashina qanchalik aqlli ekanligini uning nomidan ham bilish mumkin. Aito bu adding intelligence to auto, ya'ni avtomobillarga intellekt qo'shish deganini anglatadi. Aynan mana shu intellekt qismiga Huawei kompaniyasi javob bersa, qolgan barcha narsani Seres kompaniyasi o'zini bo'yniga oladi. Xullas, Huawei va Seres birlashib, birga g'ayrat qilib ishlab, bizga mana shu toychoqni taqdim qilishdi. Bu videoda mashinaning qiziq taraflari, uning fishkalarini ko'rib chiqamiz va nimasi bilan Li9 dan zo'rligini bilib olamiz. Qani bo'lmasa, ketdik. M9 ga birinchi marta qaraganingizda bu mashinani qayerdadir ko'rganman deyishingiz mumkin va bu bekorga emas. U o'zining asosiy raqobatchisi Li-Xiang L9 ga juda ham o'xshash, lekin shunga qaramasdan birga bir ko'chirilmagan. Oldi qismi, orqasi, umuman olganda tashqi ko'rinishi boshqalardan aniq ajralib turadi. Farlarning o'zi bu yerda alohida mavzu, chunki ular nafaqat chiroyli, balki aqlli qilib ishlangan. Ular atrof muhitga moslashadi. Misol uchun, dalni yoqib yursangiz ham boshqa haydovchilarga xalaqit qilmaysiz. Bundan tashqari proyektori bor. Mashinaga yaqinlashganingizda u sizni chiroqlar raqsi bilan kutib oladi va bularning hammasini chiroyli svetodiodli lenta bog'lab turadi. Bizda gibrid versiya bo'lgani uchun radiator reshotkasini ko'rishimiz mumkin. To'liq elektro versiyada albatta bunaqa narsa bo'lmaydi. Tomga e'tibor beradigan bo'lsak, lidar skaneri bor va u faqat bitta emas, u mashinani to'liq qamrab olgan va bu xavfsizlik uchun, haydayotganda qulaylik uchun juda ham zo'r. Mashina qanchalik aqlli ekanligini shunchaki eshigidan ko'rishimiz mumkin. Bitta tugmani bosasiz, o'zi ochiladi. O'tirganingizdan keyin tormoz pedalini bosasiz yoki o'zini tugmasini bosganingizdan keyin o'zi yopiladi. Xohlasangiz odatiy tarzda ochib, oddiy, juda yengil yopsangiz ham eshikni o'zi tortib oladi. Tepasiga qo'shimcha yukxona o'rnatmoqchi bo'lsangiz, maxsus reylinglar bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, Li9 da bunaqalar bo'lmaydi va siz ularni alohida o'z pulingizga o'rnatishingiz kerak. Chap tarafda tezkor va sekin quvvatlash portlari, narigi o'ng tarafda esa benzobak mavjud. Mabodo qayergadir dam olishga chiqsangiz, bu mashina sizga bemalol 6 kW gacha tok berishi mumkin. Bemalol suv qaynatishga, qanaqadir uskunalarni quvvatlashga va umuman olganda tok bilan ta'minlashga bemalol yetib ortadi. Orqa faralar ham chiroy va zamonaviylik bo'yicha qolishmaydi. Mana bu yerda piksel tabloni ko'rishimiz mumkin. Endi misol uchun kimdir sizga yo'l bersa, avariykani yoqish shart emas. Siz shunchaki bu yerga maxsus emoji chiqarishingiz mumkin. Hammasi avtomobil menyusida sozlanadi. Va albatta bu yerda ham mana svetodiod lenta bor. Yukxona ko'rib turganingizdek juda ham katta. Bu yerga bir dunyo bagaj ketadi. To'g'ri, orqadagi 3-qator o'rindiqlari yotqizilgan, lekin ularni ko'tarsangiz ham yukxonamiz kichrayib qolmaydi. Qolaversa bu yerda mana tugmalarni ko'rishimiz mumkin. O'rindiqlarni boshqaradigan kolonkalar mavjud. 120 vatli quvvatlash porti bor, lekin baribir eng qiziq tarafi, hayotingizni saqlab qoladigan tarafi. Misol uchun mana men hozir yuklarni ortyapman, kimdir esa bagajnikni yopish tugmasini bosib qo'ydi. Ko'rib turganingizdek, hayotingiz xavf ostida emas. Endi yopib qo'yamiz. Demak, avtomobilga birinchi marta o'tirganimizda ko'zlarimiz shunchaki quvonchdan yayraydi. Bu yerda mana bunaqa chiroyli displeylar, sifatli materiallar, hech qanaqa plastik bu yerda yo'q. Hammasi daraxt, kojzam, zamsh materiallardan qilingan. Endi baribir sezilib turibdi, mashina premium klass bo'lgandan keyin bu yerdagi hamma narsa mana shu premium so'ziga loyiq. Birinchi bo'lib displeylardan boshlasam, menga eng yoqqan tarafi, ular birinchidan juda tez ishlaydi. Hozirgi paytda bu eng tezkor displeylar desak ham bo'ladi. Birinchi displeyni boshqarish imkoniyati yo'q, u shunchaki tablo rolini o'ynaydi, lekin o'rtadagi displey va yo'lovchi tomonidagi displeyni bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Interfays to'liq ingliz tilida. Bu yerda ovozli yordamchi ham bor. Misol uchun Bao Bei Ni Hao
desangiz, assistent ishga tushadi. Lekin afsuski, u hozircha faqatgina Xitoy tilida va u Xitoy tilidagi komandalarni tushunadi. O'ylaymanki, keyingi yangilanishlarda u yerga ingliz tili va rus tili ham qo'shilishi kerak. Avtomobilning qanday imkoniyatlari, qanday funksiyalari bo'lmasa, ularning hammasi aynan mana shu displey orqali boshqariladi. Chiroqlar, ovoz, proyektor, konditsioner, xullas nima imkoniyat bo'lsa, hammasi mana shu menyuning ichida. Qiziqarli tomonlariga keladigan bo'lsak, akustik tizimidan boshlayman. Bu yerda naqd 32 ta kolonka mavjud salon bo'ylab. Akustika tizimi Huawei'ga tegishli va hattoki mana bu o'rindiqning bosh qo'yadigan qismida ham kolonkalar mavjud. Birinchi marta telefon qilishganda menga biroz qo'rqib ketgandim, chunki ovoz qayerda mana bu yerdan kelayotgandi. Salonning bu qismida joylashgan kamera haydovchining holatini tekshiradi. Masalan, siz charchagan bo'lsangiz, kamera buni birdaniga payqaydi va sizni xavfsizligingizni ta'minlash uchun bor kuchi bilan harakat qiladi. Qolaversa, salonda yana bitta kamera bor. Uni kameraga kirganingizdan keyin u avtomatik tarzda mana bu tepadan tushadi va ko'rib turishingiz mumkinki, bu yerda biz video olishimiz mumkin, xuddi selfiga o'xshab yoki aylantirsak tashqi muhitni ham videoga olsak bo'ladi. Salonga o'tirganingizda e'tibor berish kerak bo'lgan qulaylik bu hamma narsa sizga o'zi avtomatik tarzda moslashadi. O'rindiqlar, rulning baland-pastligi, xullas bir marta uni sozlab o'zingizga moslab olsangiz, u bu narsani eslab qoladi. Ya'ni pamять сидений degan narsa bu yerda mavjud. Maxsus joysticklar bilan o'rindiqni o'zingizga bir marta moslab olasiz va bo'ldi. Qaytib ularga teginish ham shart emas. Yo'lda ketayotganingizda qaysi tezlikda ketyapman degan savol bo'ladi albatta, chunki radarlar hozir ko'p va displeyga chalg'ish biroz noqulay bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerda to'ldirilgan reallik asosida ishlaydigan yana bitta displey bor. U ma'lumotni birdaniga mana shu to'g'ridagi lobovoy oynaga chiqaradi va mana buning qanday ishlashining namunasi. Mana bu tugma bu selektor emas, privat rolini bu yerda mana bu jo'mrak bajaradi. U bilan siz orqaga, oldinga, xullas o'sha odatiy privat jo'mragi. Chap tarafda esa biz ko'nikib qolgandek faralar emas, bu yerda faqatgina pavorotniklar, oynani yuvadigan dvorniklarni ishga tushirish mumkin va faqatgina dalniy margaj qilish uchun funksiyalarni bajaradi. Nimaga bunaqa qilingan desangiz, javobi juda oddiy. Bu avtomobil juda ham aqlli va u o'zi faralarni boshqaradi. O'tirganingizda farani yoqadi, qaysi farani qachon ishlatish kerakligini o'zi tanlaydi. Yana bir qiziq tarafi, boshqa mashinalarga o'xshab bu yerda bardachok mavjud emas, lekin shunga qaramasdan saqlash uchun joylar juda ham ko'p. Birinchisi bu bizning podlokotnikimizda joylashgan, ikkinchisi mana bu maxsus stakanlar o'rnatish uchun joy mavjud. Aytgancha bir vaqtning o'zida siz ikkita smartfonni simsiz quvvatlagich orqali quvvatlashingiz mumkin. Qolaversa, oyog'imizning mana bu o'ng tomonida va yo'lovchi uchun ham bu yerda maxsus saqlash joylari mavjud. Bu ham sizga yetmasa, orqa qismida muzlatgich ham mavjud. Oldi tomonda yo'lovchi o'tiradigan joyda bardachok yo'qligining sababi juda qiziq. Bardachokning o'rniga bu yerda atamanka joylashgan. Gap shundaki, oldindagi yo'lovchining o'rindig'i ham xuddi kapitanskiy kresloga o'xshab to'liq yotadi va bu atamanka aynan oyoq qo'yish uchun moslashgan. Simsiz quvvatlagichdan tashqari bu yerda har xil Type-C, USB portlar bor. Misol uchun mana bu yerda 66 vatli Type-C quvvatlash porti mavjud. 66 vat. Tasavvur qilyapsizmi? Bu juda ham tezkor degani. Eshik ochilib yopilishiga keladigan bo'lsak, bu yerda siz mexanik ko'rinishda emas, tugmani bossangiz, eshik o'zi ochiladi, rul tepaga ko'tariladi, o'rindiqlar orqaga qaytadi va xohlasangiz tugmani bosasiz yoki shunchaki tormozni bossangiz ham eshik avtomatik tarzda yopiladi. Har ehtimolga qarshi har xil vaziyatlarni inobatga olgan holda mexanik eshikni ochish tugmasi ham bor. U eng pastda joylashgan. O'shani ko'tarsangiz ham eshik ochiladi. Meni bo'yim 185 sm atrofida ekanligini inobatga olib ayta olamanki, siz bu mashinada qisilib qola olmaysiz. Buni menimcha bu yerda iloji yo'q. Mashina yetarlicha keng, hattoki 3-qatorda o'rindiqda o'tirsangiz ham siz bemalol ketishingiz mumkin. Albatta, ikkita yosh katta odam eng orqadagi qatorda baribir o'tira olmaydi. Bu albatta noqulay bo'ladi. Baribir ular ko'proq ikkita yosh bola uchun moslashgan. Lekin shunga qaramasdan bitta katta odam orqada qisilmasdan bemalol hattoki Navoiygacha ketishi mumkin. O'ng tarafdagi oldinda o'tiradigan yo'lovchi ham, o'ng tarafda o'tiradigan orqadagi kapitanskiy kresloda o'tiradigan odam ham bemalol xohlasa yotib ketishi mumkin. Albatta, bir vaqtning o'zida ikkita odam yotib keta olmaydi. Masalan, siz oldindagi o'rindiqni to'liq yotqizib qo'ysangiz, orqadagi odam kapitanskiy kresloda yotib ketishi mumkin. Chap tarafdagi kapitanskiy kresloda afsuski bunaqa imkoniyat yo'q, chunki haydovchining kreslosi to'liq yota olmaydi. Panorama tomimiz ikkita qismga bo'lingan va bu bekorga emas.
Bilasizmi nega? Hozir sizni yana bir hayron qoldiraman. Chunki o'rtada proyektor mavjud. Qoyilmisiz? Proyektorni orqada o'tirgan yo'lovchilar ishga tushirishi mumkin. Xohlasangiz telefonda ulanib boshqarasiz, xohlasangiz oldinda ketayotgan odam displeylar orqali proyektorga video yoki qanaqadir musiqalarni chiqarib qo'ysa bo'ladi. Proyektor bo'lgandan keyin albatta salonning ichi ham qorong'u bo'lishi kerak, aks holda yaxshi ko'rinmaydi va bu narsa ham inobatga olingan. Shuning uchun orqadagi eshiklarga maxsus pardalar o'rnatilgan. Kameralar haydash vaqtidagi xavfsizlikka keladigan bo'lsak, bu yerda ham umuman gap bo'lishi mumkin emas. Aytib o'tganimdek, bu yerda juda ham ko'plab lidar skanerlar bor, 360 kamera. Xullas siz ingichka tor ko'chalardan ham bemalol qo'rqmasdan o'tishingiz mumkin. Qandaydir to'siqlarga yaqin kelib qolgan bo'lsangiz, avtomobilning o'zi sizni birdaniga ogohlantiradi. Xullas, bu mashinani urib olish, xudo ko'rsatmasin qirib olish juda ham qiyin. Miyangiz charchab qolmagan bo'lsa, sizga qulayliklarni aytishda davom etaman. Har bitta kresloda bu yerda abagrev funksiyasi mavjud. Ya'ni qishda siz sovuq o'tib qolmaysiz. Qolaversa, abagrev ruli ham mavjud. Bundan tashqari, oldindagi 4 ta o'rindiqda ventilyatsiya, sovutish va eng qizig'i massajyor funksiyasi ham bor. Massajyor funksiyasi avtomobilda. Bir necha yil oldin bu haqida hattoki odamlar o'ylab ham ko'rmasa kerak. Va albatta barcha o'rindiqlar maxsus elektro tugmalar orqali boshqariladi. Hech qanaqa oldingi zamondagidek mexanik ko'tarib tushirishlar shart emas. Orqadagi ikkita kapitanskiy kresloda stakanlarni o'rnatish uchun maxsus joy, smartfonlarni qo'yish uchun joy va qo'shimcha quvvatlagichlar bor. Type-C portlar mavjud. Panorama tomlarimiz afsuski ochilmaydi, lekin ularni pardasini menyu orqali boshqarishingiz mumkin. Haydovchining oynasida ham, yo'lovchining oynasida ham maxsus chiroqlar bor. O'zingizga qarab olishingiz kerak bo'lsa, xullas, umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bitta qilib aytganda, xitoyliklar bu yerga maksimal tarzda qanday qulayliklar mavjud bo'lsa, hammasini tiqishga harakat qilgan. Bittagina yetmayotgan narsa bu shunchaki bitta tugmani bossangda hozir va senga o'zi kofe tayyorlab bersa, bay zo'r bo'lardi. Lekin mayli, kelajakda menimcha bunaqasi ham chiqsa kerak. Avtomobil haydash bo'yicha tajribangiz baland bo'lmasa ham, Aito M9 sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Chunki bu yerda sun'iy intellekt bilan Huawei'ning maxsus texnologiyalar yordamida ishlaydigan bir nechta qulayliklar mavjud. Birinchisi bu avtomatik tarzda parkovka qilish imkoniyati. Shunchaki mashinani R rejimiga, ya'ni orqaga yurish rejimiga o'tganingizda maxsus xarita paydo bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'taman. Va siz mana shu yerda maxsus joyni tanlasangiz, avtomobilni o'zi sizga parkovka qilib beradi. Bundan tashqari avtomobilni palasada ushlab turish, avto hold, 9 ta xavfsizlik yostiqchalari, shinalaringizning davleniyasi nazorati, ABS va yana boshqa bir nechta qulaylik uchun, xavfsizlik uchun funksiyalar va imkoniyatlar mavjud. Yana aytib o'taman do'stlar, bu premium klass avtomobil va u mana shu premium so'ziga loyiq. Bu umuman shubha bo'lishi mumkin emas. O'zi biror narsani haddan tashqari maqtab olishni yoqtirmayman, lekin bu avtomobil maqtovlarga arziydi. Chunki bu videoni olishdan oldin biz turli xil videolarni ko'rib chiqdik, o'rganib chiqdik va bu mashinada deyarli umuman kamchilik yo'q desak ham bo'ladi o'zi. Tan olib qo'yish kerak. Mashinani yurishiga keladigan bo'lsak, razgoniga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqa crossover uchun 0 dan 100 gacha 9 sekundda chiqish prosta dahshat do'stlar. Texnik xarakteristikalarga keladigan bo'lsak, mashinaning turli xil komplektatsiyalari mavjud. Aynan bizdagi versiya aytib o'tganimdek gibrid variant. Bu yerda bitta 52 kilovatli batareya va 1.5 turbina motor joylashgan. Bundan tashqari 100 kilovatli batareyaga ega bo'lgan to'liq elektr versiyasi ham mavjud. Umuman olganda mashina juda ham tejamkor va buni kompaniyani o'zi emas, uni xarid qilib olgan odamlar shunaqa izohlar qoldirmoqda. Xulosa qiladigan bo'lsak, Huawei Aito M9 o'zining asosiy raqobatchisi Li Xiang L9 dan ancha yaxshiroq. Bu shubhasiz. Crossoverlar ichidagi eng topi, eng zo'ri desam, menimcha adashmagan bo'laman. Agar siz Aito M9 ni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Evolution Motors bilan mana shu telefon raqamlari orqali bog'lanishingiz mumkin. Xohlasangiz salonga kelib, o'zingiz shaxsan sinab ko'rsangiz ham bo'ladi. Faqat ehtiyot bo'ling. Bu mashinaga bir marta o'tirsangiz, undan qaytib tushgingiz kelmaydi.